Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Angliyaga ketish uchun ingliz tili kerakmi, rus tili kerakmi? Nima, hamma har xil gapiraverasan degan savolni ko'rib chiqamiz. Yaxshilab eshitinglar. Viza turlari haqida ham tushuntirib beraman. Masala, qaranglar. Angliyaga kelishda hozir oddiy sodda 3 ta yo'lini aytaman. Birinchi yo'li mavsumiy ishga, ya'ni 6 oylik viza bilan kelib 6 oy ishlab orqaga qaytib ketadigan viza turi. Bu qishloq xo'jaligi ishi bo'lgani uchun bu yerda mehnat sharoiti sal og'irroq bo'lgani uchun Britaniya hukumati hech qanday ingliz tili talablarini qo'ymagan. Sababki ingliz tili talabini ham qo'ysa, ish ham og'ir bo'lsa, kelib ishlovchilar kamayib ketadi. Bularga qishloq xo'jaligiga odam kerak. Shuning uchun og'ir bo'lishini hisobga olib ingliz tili talabini qo'ymagan va hamma davlatlarni migratsiya agentliklari bilan shartnoma qilib, shular orqali odamlarni olib kelishda tashkillashtiradi. Bu birinchi yo'li. Hozir O'zbekistonda bu etap o'tib ketdi. 2026-yil uchun odamlarni saralab oldi. Hozir ularning hujjatlarini tayyorlash, suhbat ishlari, viza tayyorlash ishlari bo'lyapti. Endi olmaydi. Kim sizga taklif qilib, ketdik, jo'natib yuboraman, bahorda, kuzda deyotgan bo'lsa, ishonmang, bular hammasi yolg'on, pulingizga aldanib qolasiz. Ikkinchi yo'li, internetda biz mana jo'natdik, mana aka ketyapti degan videolarni qo'yyapti sizlarga. Angliyaga viza berdik, mana vizasini ko'ringlar deyapti-da. Shu yo'li qanaqa yo'l? Bular qanaqa viza beryapti? Bular katta ehtimol bilan turist viza beryapti, sayohat vizasi. Bu viza bilan Angliyaga kelsangiz, 6 oylik viza bu ham. Ish istab topishingiz juda qiyin. Agar siz ingliz tilini yaxshi bilsangiz, kelib shu sayohat viza bilan ish istab topib ishlasangiz, noqonuniy bo'ladi. Bu juda qiyin masala. Kelib olib ish topolmay yurganlar nihoyatda juda ham ko'p. Endi sizga ish taklif qilyapti ruska gavarashchilar yoki o'zbeklar tomonidan 1 yillik viza qilib beraman. Skladlarda shunga o'xshagan ishlar, shoferchilik, biz provenga borib delivery qilasan yoki yetkazib berish xizmatlari bilan, dastavka ishlari bilan shug'ullanasan deb takliflar beryapti. 1 yillik viza qilib beraman deb. Bu vizani olish uchun aniq ingliz tilini juda ham yaxshi bilish kerak. Liboy mavzuda ingliz tilida ravon gapiradigan bo'lish kerak. Agar siz shunaqa bo'lmasangiz, sizni olib ketaveraman, rus tilini bilsang bo'ldi deyotgan bo'lsa, aldayapti, ishonmang, pulingizga aldanib qolasiz. Salomat bo'lasizlar.